Ertalab nechida turuvdingiz? 3dan beri yuribsiz hozirgacha. Uxlaganim yo'q. Uxlaganingiz yo'q. Uxlamaysiz ham hali. Endi shu bilan iftorlik bo'ladi. 3da turganman, saharlik narsalar pishirib. 3da siz shu qorningiz bilan 8 oylik bola bilan saharlik qilib narsa tayyorlab, nechta bolangiz bor? 2ta. Ular bog'cha maktabga boradi. Ularni jo'natdingiz, yuvib yig'ishtirdingiz. Ana ro'za tutganlar uyda yotibdi. Oh my god, bilmadim. Alloh bilguvchi, kim ro'zasi qabul bo'lguvchi. Biz ojizmiz, lekin bunaqa homiladorni bunaqa qilib ishlatishlaringiz tarafdori emasman. Yo'lim olib ketyapti, kechadan beri bilan matga. Yig'lamang, o'zi kirsin o'shalarga aytaman. Shuncha harakatingiz emanglagandan beshbattar. Buni javobini ham berasizlar, shunaqa qilib ro'za tutib, ro'za qabul bo'larmikan? Homiladorni yig'latib, lavlari qurib ketgan bir ahvol, og'riq bilan emanglaginimish yana. O'zi emanglasin, borib ayting. Emanglamang, yotib damingizni oling.